Muallim bizga hamisha bo'linganni bo'ri ya degan gap bor. Bir-biringlar bilan jidallashmay inoq o'tinglar deydi. Bo'linganni bo'ri ya degan nima gap bu? Bu savolingning javobini munu hikoyadan bilib ol. Bir yurtda 4 itba bo'lib, ularning biri podachining, biri qassobning, biri oshpazning, yana biri navoiyning uyida yashaydi ekan. Ular bir kuni uchrashib qilib, o'zaro do'st bo'lishibdi. Ağaylar, mushundaq do'stlikni uzundan beri arzu qilib kelgandim. Bugun muradim hosil bo'ldi. Sen qandaqsiga bu xiyolni qilib qolding? Men egamga yordamlashib, bir patim molni beqib kelyapman. Egam mendan bek rozi. Biroq uning oldida men baxil. Nemishqa? Bir biri pat-pat kelib qo'y o'g'irlaydigan bo'lib qoldi. Men har qancha qilibmi uningga taqobil turolmadim. Sizlar bilan burunroq do'st bo'lgan bo'lsam, biriga birlikda qarshi turardik-da. Egamning oldida yuzib yorug' bo'lgan bo'ladi. To'g'ri aytding. Yana ham bo'lsa-mu, bo'rini birlikda yo'qtayli. Agar tezdan uning adini bermasak, sening qo'ylaringni yeganga qanoat qilmay, butun yurtimizga tahdid soladi. Bizni kishilar vafodor deb ta'riflashidi. Shunga ismi jismimizga loyiq ish qilaylamisa, bu ofatni yo'qotib, eldan yana bir mukofot olaylik. Amisa gapimiz gap-a? Birining qarasini ko'ribla, sizlarga belgi beraman. O chaqda to'rt tarafdan qapsaymizda, bir qana chiqasimi qachanmaydi. Mertni maydonda ko'ring debgan. Qo'rq gaplashak yurt. Ishini vaqtida ko'raylik. Yuringlar. To'xtanglar ag'aylar. Bu ishda sen solo, men solo qilmay, hammamiz bir dil, bir niyat bo'lmasak, bo'lmaydi-chi bu? Chatoq yo'q. Bildirmaydi o. Yurma. Ben yenildi. Sen beni bir yayısla o. Yaymaz. Amisi yolları basan kocam dep koyup böyle tutma. Benim demekçi boğunum. Sen təhqil qılınla. Özəmni dünyada hiç kimge təhqim ettim. Lekin sizlerdek baturlarının balığını bilmek dikenme. Sizler hemmanla bir tukanma. Bir tukanğa emas. Lekin bir tukandım mı çare. Beni tanıysan bu? Tanıyma. Ama bula... Bu kasapның işti. Bu aşpezning işti. Mavun havayning işti. Tanып aldың mı? Endi yesek bola. Qani kelinglar do'stlar. To'xtab turinglar. Navoiyning ishti chiqib tursin. Sizlar uchunlar yaqin kelinglar. Hey, sen nereye ketding? Men podachining nurg'un qo'ylarini yedim. Qassobning qinini yaladim. Oshpazning yunsini ichdim. Lekin Navoiyning hech nimasiga ziyon solganim yo'q. O ishning meni yeyishga nima haqqi bor? Sen uchunlar meni yeyishga haqliq. Shunga Navoiyning ishini o'ziqtirib deb, andin meni yangla. Hepbelli. Endi oshpazning ishti chatga chiqib tursin. Sizlar ishkinglarga ketinglar. Yaqin kelinglar. Oshpazning yunsini ichib qo'yganimga, uning ishti meni yeyishga haqliqmi? Meni esa ishkinglar yanglar. Uni ujuq tiratmasanglar, sherik bo'laman deb turib oladi. Baba baga. Amiz ikki tarafda tan qo'ysalamiz. Ha. Keladi. Endi-chu, qassobning ishti sen oyadira turibdir. Men qara, rostni aytsam, meni yeyishga faqat sen loyiq. Chunki men sen boqqan qo'ylarni yegan. Qassobning qinini yalab qo'yganimga, uning ishti meni yesasini qo'sg'im kelmanda. Sen uni tahlitib, o'ngga chetib meni yemamsan. Ras. Biroq qassob
Davatning ishtiga kuchim yetmasmikan? Hey, davatgan gapingni qara. Men yordamlashman dema. Undaqda, mayli. Sen onun kaynidan unjum qil. Oldidan men chiqay. Ahmaqlar. Sen. Brother. Sana qaraganda men işteyligirek. Şuna sen meni yeymen dep avar bolma. Sen gapingda yenib olmoqchimi? Mening maqsadimni tex bilmadingmi? Bak, dötnim ekansan. Sen rostini meni yemsan. Yemey burnumning ustiga deb qo'yatdimmi? Bichara iştlarning taqdiri oxiri shundoq natijalanibdi. Bo'linganni bo'riya degan tamsil shuningdan qolgan ekan.